Yaxshimisilar do'stlar? Men sizlarning yuzi tuvan qijiljon do'stinglar yondimayan. Bugun sizlarga so'zlamoqchi bo'lgan hikoyamiz Hindistonliklarning faxrli o'g'loni, dangliq ig'irlik ko'tarish moyiri, Hindiston xeni qo'yish jamiyatining boshlig'i, Dildinbosh urf-odatining boshlamchisi, elni suygan, el suygan, naga bosi musiqa chiqadigan faxrli o'g'lonimiz Baho Balining bolasining hikoyasi. Hikoyamizning boshlanishida bir mo'may navirsini ilib Orshonga tushmoqchi bo'ladi. Orshonning suyi bak xo'sh yoqdimi bilmadim. Mao balamni tutib turinglar. Men bir boshga kirib chiqay deb yo'qab ketadi. Balani qo'liga olgan bu bichar xotinning ismi Dabizxon bo'lib, endi erga xato tegib burnimga suv kirmasin deb burniga qulub isib yuradi. Balasining yandim boyondek yuzi tuvan xijiljon cho'ng olsin deb baliga Shiva deb ism qo'ydi. Peshonasiga pittin birini chekib olgan Shiva kichigidan boshlab malisining kaynidagi Gavsin shoqiratmaga intoyin qiziqadi. Appa, Gavsinga chiqib boqay deganman. Uy balam, bu Gavsindan chiqib ketsangiz yerdan qirib oldiga ash chiqdi sizni. Og'illarning orasida shukrlik raketa deb nom olgan Shiva bunda gaplarga pisand qilmaydi. Qaysar Shiva uzluksiz tirish orqali, tiz bukmay izdanish orqali oxiri murodiga yetib, chashyush parashugining obraz vakiliga o'zgardi. O yoq, muskulluq bir yigit bo'lib cho'ng bo'ladi. Bir kuni maladagi oqsoqol Dabizxonni yeniga chaqirib so'zlab qoladi. Hey Dabizxon, ballarni bir chaqasınız. Meldikine uğraş bir hogoyeli degen. Bu hogoma apa, hogoma? Men. Hogoning gapini anglagan Shiva ushqandek paydo bo'lib, Hogoning qozonini daryoga opirib tayyor qilib turdi. Buni ko'rgan xalqlar xo'shalligida o'ynab ketdi. Sen Dal mush paytda shoqiratmaning ustidan bir yog'och memmo yerga paloq qanaqib tushdi. Bu kimning memmosi bo'g'aydi? Tozimi bir shingan qizvolimi nima? Shu kundan boshlab Shiva bir eski memmoga qarab qarishtiribning o'sni jamoani xiyol qilib ishqi savdoyi bo'lib ketdi. Ey Shiva, rasmga mishangin bo'lmaydigan bu davrda sen bir memmoga shuni bo'ltadingmi? Senmi yaman? Shiva oxir qat'iyat kelib, Gavsinga chiqib qizvolni izlamoqchi bo'ladi. 25 yildan yog' bo'ytaq o'tgan Shiva hayvon kabi bo'lib ketgan edi. Uning ko'ziga kepinaklarga o'ralgan bir go'zal oypari ko'rinib ketdi. Kipine kelgin can dostum. Bu güzel bahçamda pervaz kılgın şiyaş. Oh my jolly, I love you. Sizni ko'rib yuraklarim Peterman bo'lib ketdi xenim. Deydi-da, qizvolning kaynini qo'qlashga boshlaydi. Qiz bolani qo'g'lash yo'lida Shiva shunchalik qudratiga ko'rsatdiki, xosiyatli odam ko'zimi xijolatchilikda qaltishdan ichiga kiyib oladi. Ömüchük polvonmi hur yig'lab og'uratdi. O'ng qo'lida Ramboni besib, so'ng putida xiymani tepatdi. Shuningga ishoninglarki, Shiva bu qiz uchun hammani qilishga rozi edi. Telefonning maxfiy nomerini so'ramaydigan ish bo'lsa, nima qilib bersa rozi edi. Ming taslikda ustiga chiqqan Shiva o'zining xiyolidagi shahobatini bir to'p o'zdimi sat bo'lgan lukchiklarning qo'g'layotganligini ko'rib qoladi. Endi yordam qilib turay desa, o'ylamagan yerdan amniyatda bu qiz maliga dangliq ADC bo'lib, bir dajo bilan hammasini peshit qilib o'tadi. Oh my god, bu xotinni ap qolsam keyin g'azabchilishib qolaman ekanda. Bu qizning ismi Avadika bo'lib, yer osti yog'och memmo shaxiltib setish guruhining qo'lliq a'zosi edi. Ularning vazifasi bo'lsa, Hindiston xonadonligining burunqi xonishi Sharvona xonni qutqazmoqchi edi. Ko'pchilik, yana ozroq g'ayrat qilinglar. Xonishni qutqizib ekan, memmo degan bizga to'shaq ba bo'ladi. Buningdan keyin jiboq sahmamay yanaşmaymiz. Ularning xonishni qutqizishdagi eng cho'ng to'salg'usi mana bu Darwin chiroy kelgan mashqovul kapak takabba edi. Bu chog'da u bozorda mollarning supitini tekshiryotdi. Mening milimni chadayotamsa? Milingiz joki efendim, o'zingizni besevilib o'tirib paranglashaylik. Momong bilan o'tirib paranglashma. Qara qilishqa. Ha? Aka, o'ylab baqsam gapingiz to'g'ri ekan, o'tirib paranglashaylik. Bu qirg'i qanday xilda qabul turishni bilinmagan Avadika xuddi chilaydigan yeri chiqmagandek qo'lini suvga chilab turib uxlab qoldi. Bu chaqda xalqaro xiyni qo'yish jamiyatining boshlig'i Shiva Avadikaning qo'liga intoyin chiroyli qilib bir rasm chizib qo'ydi.
Keştiki yig'ilishda Avadika vazifa topshirig'ini oldiga chiqadi. Uning qo'lidagi xeynini ko'rgan boshliq qattiq ranjib ketadi. Nimish bu Avadika? Ha? Meni chaqamay o'zing xeyni qo'yib keldingmi? Uyay oqib ketgan mejalaringdan o'rgilay. Mayliq yejirangni nol qilma. Tusha o'tir. Mağışının başlık. Bu da qitim daca qıp qas sizni çoqqum çaqırma. Qassam. Hey. Baptıla. Iroqdagi Hindiston xonadonligida lashkarlar xalqni qattiq eziyotdi. Mana bu beshidan boshqa hech yerda tuk yo'q. Go'ylangbosh xo'jamiz bu xonadonlikning podshosi Divaxon edi. Uning ishdan sirtqi havasi bo'lsa, maldagi qassoblarga qolib esish beradi. U doim robchilardek yosinib, ko'chaga chiqib o'zining tutqun qilib olgan xonish bilan rob etishadi. Uy qopana, freestyle qilamiz. Yo, sana kuyup men öley. Putumga kaydım momu hay. Sorry deme bucun ey. MDA sen momu say. Skip. Lekin xonishning ko'ngli bundaq yog'in robchilar ap bulanmaydi. Nechiqitim qechib ketish fursati bo'lgan bo'lsa-mu, keyin uning vaqtini uzantish uchunmi bilmadim. Bu saran xotin bolasiga hech og'irmay, bolam cho'qim meni qutqazgani keladi deb ching turib oladi. Bu chog'da Avadika bo'lsa, o'zining qo'liga xeyni chekkan bu bolni izlab ovar edi. Hey, mushu bolni bir deb bosam, dumbamga bir gul chekib olsam deb o'ylaydi. Shiva bo'lsa, viyay vinshin qilganda og'riydi. To'xtang, men sizga yilon bilan narkoz qilib qo'yay deb, zaharlik yilondan birini qo'yib berib, chiroyliqcha bir vinshin qilib qo'ydi. O'ziga kimning chiqilganini bilmaydigan bu sezgi nervisini yo'qotgan chiroyli qiz bola oxiri Shivani izlab so'rab topadi. Hamda viyay bu qarliqdagi bek so'qqa sig'roq yerga boraylik deb o'ngishli holda qahirdan qishdan pomdaqlashib yozg'a olishidi. Avadikaning yurish-turishini yaratmagan Shiva vey xon zavshingiz beksetga maklan mansini yasab qo'yay deb o'zining uzun yillik tajribasiga asosan pishqon qo'llari bilan shamardek suratlari bilan bir damda Avadikani yub tarab tayyor qilib grimlarni pichat o'may qilib bitadi. Maklan axinim, avval yuyimiz, ondan chayqaymiz. Yayingni bo'shroq urib, ko'xini qiynoq surkaymiz. O'zining yangi zavshingidan qattiq rozi bo'lgan Avadika Shivaga kuyib qoladi. Ah, bu menmi? Men nima degan go'zal? Tova. O chinda miymi dag'u. deb o'ylaydi Avadika. Hamda Shiva bilan insonlarning tadrijiy taraqqiyoti to'g'riliq temada kishilab munozara olib boradi. Avadika Shivaga o'zining xonishni qutqizadigan majburiyati borligini aytadi. Shiva bo'lsa maydisiga urib, "Jinim, sening majburiyating mening majburiyatim. Seningla ishing mening ishim. Sen uchun hammaga rozi." deydi-da, tulpardan birini minib, Hindiston xonadonligi tarafga qarab otni yurg'izdi. Tankla bika qolsin oldingda tulpar. Damkla xijil bo'lsin oldingda tulpar. Gavsuda keldingmi, shov feyzansi yo'q. Uchibli tushdi-ku bu Shiva shunqar. Mana bugun Divaxon o'zining xonadonligida olimpik tanalkat yig'ini o'tkazib o'tadi. Shiva bo'lsa, bu faoliyatga o'g'irlikchi so'qinib kirib oldi. Hurmatli ko'rmanlar, ko'ryapsizlar, Hindiston bo'yicha eng chong olimpik tanalkat yig'ini. Hozir maydonga og'amish tortish musobaqasi o'tkazilmoqchi. Ikki taraf maydonda hozir intayin hayajon ilkida tayyorlik turdi. Ko'rib turdik, hozir maydonning o'ng tarafida turayotgani Saqalvan komandasi, so'l tarafda turayotgani Pingdishe komandasi. Reperning ushtik bilan musobaqamiz rasmiy boshlandi. Ko'rib turibdik, hozir Saqalvan komandasining a'zolari sal kuch bermayotdi. Javliyanning chiroyi o'sroq bo'lib ketdi, ha? Yiqildi. Komandaning atrat boshlig'i Sodiq Saqal yiqilib ketdi, ha? Opla, xungpar berdigan chiroy va, ha? Dal mushchog'da Shiva yerdan unib chiqqandek paydo bo'ladi. Amaliyotda bu hargiz olimpik tanarkat yig'ini bo'lmasdan, balki podshoh Divaxon o'zining haykalini xalqqa qo'pqizib o'tadi. Kuchdan ko'ra Shiva shundoq bir kuchab tortdiki, bu qopmagan podshohning haykalini plangini qopqizib etdi. Shivaning chiroyini ko'rgan bu buvoy hayronlikda burungi podshohning ismini og'izdan chiqarib soladi. "Voh, bali, nima? Chondada, Tursun Sali, nima? Abduvali, nima? Erzan Sholi?" Xalq birdakli burungi podshohning ismini to'lab yer jahonni titirtib etdi. "Bahubali, kim kelyapti? Voy tangay!" Kesh bo'lganda Shiva Sharvonixonni qutqizishning planini so'qishga boshlaydi. Bu qizil boshliq Shaparang polvon xon o'rtasiga o't qo'yib etib, fursatdan foydalanib Sharvonixonni ilib qochadi. Lekin nada unda oson ish bo'lsin.
Anchonchudan chiqmayla Shahzoda Shivoning beshig'i dassab loyiga potirib etdi. Lekin sizlar hargizmi Shivoni oson chaqlab qolmanglar. Uning jiningsi teha amda to'shdi. Siz xotin, seni balang amda hargiz qutuldiranmaydi. Shivo qattiq vaqirg'incha o'rnidan chochirab qolib ketdi. Shahzodaning kallasining yerga tushganligini ko'rgan Katappa hab qo'limdagi nayzini bir yeringga tiqib etmaydigan bo'lsam deb Shivoga qarab yuguraydi. Shivo bo'lsa, chechimni otdim shaloqqina, tizlan qiyri valoqqina deb qattiq oliyvetidi. Shivoni Bahubaliga o'xshatib qolgan Katappa xuddi varatog'i to'p kirgandek xo'sholab, yangi olgan ishtinni yitib, Shivoning oldiga tizlanib bordi. Demek, Hindiston shtatlarining sufati haqiqatan yaxshi. Bahubali bu qaysi komanda bo'lib ketdi? Shivo o'ylashib qoldi. Hamda kichik bir yillik bilan buvayning beshig'i dassab yomg'irda shoy turib ketdi. Avadika bo'lsa, "Vey men gavfushoydan birini tepibdiman-ku" deb gul qaqalari ichilib ketdi. Cho'ng dada, Bahubali degan zoti kim u? Bu ishlarni so'zlab kelsak 50 yil burundan boshlaymiz. Burunning burunisida Hindiston podshohligida bir odil podshoh bo'lgan bo'lib, u vafot bo'lgandan keyin bir tul xotin bilan ikki shahzoda siqib qoladi. Xonish oyimni bir ayol zotkan deb vazirlar bo'za qilib taxtni talashmoqchi bo'ladi. Lekin bizning xonishmo boshqa cho'konlardek mandungzo mangdigan cho'kon bo'lib, qiqos yangsibotdi. Undaq osiy vazirlardan qattiq qo'rqib qolmaydi. Ey Katappa, bir stol taqilma deydi. Osiylarni yo'qotgandan keyin vazirlar xonishning taxtda o'ltirishini talab qiladi. Lekin xonish bo'lsa, men bir ayol zoti, taxtda men o'ltirmayman. Mening bu ishga o'g'lim qaysi yaramliq bo'lib cho'ng bo'lsa, shu Hindiston podshohligiga xon bo'ladi deydi. Shuningdan boshlab bu ikki shahzoda haqiqiy podshoh bo'lish uchun butun kuchi bilan tirishadi. Bahubalining mijozi ochiq yo'riq bo'lib, u doim yerdagi kayganni dassab, shamshirni ilib, o'ziga o'q yotqizib o'ynaydi. Hamda onda-munda mahaldagi qizlarni chiqatib qo'yadi. Ya adaşa bahu qarğına bek şöyken. Ya adaş ipini qimma bek şöyken. Baladiva bo'lsa, mijozi keskin bo'lib, davlatning qurilish ishlariga yordamlashgach, tosh chiqib yer tuzlaydi. U ikkisi doim bir yerga kelib, "Tavxun to'pi yarishamdu qizil ishdanmi" degan temada munozara boradi. Bir kuni bir ishpiyon davlatning maxfiyatligini o'g'irlikcha ilib qochib ketadi. Bahubali bilan Baladiva xonishning buyrug'iga asosan ishpiyonni tutqini yo'lga chiqadi. Shaharga kirgan Bahubali Mayyobadan birini tepib, xo'jinidan bir siqim 50 tillik shokoladni ilib, Maypurushning oldiga otadi. Bugun akşam Wachinko bu gapni anglagan mahaldagi zoboylar xuddi o'zining xotini o'lib ketgandek xo'sh bo'lib ketadi. May ichayli komzakdan, qizlar chiqdi g'o'zakdan. Menga uchun oz kelar zaylaylangi bo'dakdan. Bahubali mana mushundoq xalqni yulaydigan, qiz bolalarning beshini silaydigan yaxshi yigit edi. U qarmoqqa ayshratga berilganda qilg'uni bilan amaliyotda uning asli xiyoli vazifada edi. Biz Baladivaga qarab boqaylik. Bu chog'da u ishpiyonni qo'g'layotdi. Lekin u qarmoqqa vazifa ijro qilayotganda qilg'uni bilan amaliyotda uning asli xiyoli aysh ishratda edi. Hey, namossiz Baladiva. İki shahzoda bu ishpiyonni qo'g'lab yoning yiniga olib qo'ydi. Sizlarning qo'linglarga qiynalgan o'lginim yaxshi. Baladiva, orqamchini qo'yvat. Majmu! Gepining yerminini anglab qolgan bu sodda Baladiva orqamchini qo'yitib qoldi.
Arg'amchi bo'lsa, Hindistondagi birdan-bir toshga ilishib kelib, to'xtab qoladi. Bundaq payz toshni deb bo'lgan Baladiva pichig'ini bilay deb turishiga Katabba jiroqdan otni choptirib kelib qoladi. Shpionning og'zidan bular jiroqdan bir qariq olvasti o'zining tuman ming lashkarlarini boshlab, chekatkidek bostirib kelayotganligidan xabar topadi. Buni anglagan Xonish, Shahzodalar, bu qariq alvastning terisini qaysinglar yuzib akilib, menga Norga chapan qilib birdigan bo'lsanglar, men shuni xondanlik podshoh qilaman, deydi. Atsi Baladiva qolidan birini bo'g'izlab, jangchilarni rag'batlantirdi. Bahubali bo'lsa, dod pichoqqa qo'lini surkab, yor eg'izi yuqumlanganlikdan 30 yoshida vafot bo'ladi. Shuning bilan bu kinoimiz tugadi. Nadamda asos olsun. Bahubalida qaysar valla bundaq oson vafot bo'lmaydi. Urush boshlandi. O'qyolar yomg'irdak tushishga boshladi. Ko'pchilik uydan akaygan qonaltirlarni oldiga tizishga boshladi. Bir top ko'mir kondan yangi chiqqan maxluqlar ushqandek etilib kelmoqda edi. Ularning kiyimining yalang ekanligini ko'rgan Bahubali ichi og'rib, ularga yo'g'on yotqandan birini yeb qo'ydi. Hamda yotqanga o't qalab, ularga illiqlik yetkazdi. Qaysar shahzodalar bir-biridan qilishmay, u yoqqa bir pichoq, bu yoqqa bir chaydo etib, dushmanlarni ishtiniga siygizib etdi. Qahramon Bahubali dushmanlar oz bo'lgan yo'llarni tepib, qaysarlik bilan jang qildi. Rezil dushmanlar bo'lsa, Bahubalining oldiga begunoh puhralarni ochib qo'ydi. Lekin buning pisand qilmagan Baladiva kombayin bilan hammasini o'rib tashlaydi. Ikki shahzoda qatma-qat bo'stirmalarni besib o'tib, oxiri qariq olvasning oldiga keldi. Baladiva o'zining uzun bolqisi bilan birni qo'ydi-ki, anchanday taqamagan bu qariq olvasni o'ngdisiga chiqib ketdi. Fursatni ko'zlagan Bahubali, "Ayyo, men buvda o'qilatdim" deb ushqandek qariq olvasga qarab hujum qildi. Qariq olvasti bo'lsa uning omroqlik kelib ketib, "Maka bir quchoqlayman" deb baq-baq qildi. "Qo'ymat meni. Yo'q, yana bir quchoqlay." Buningga qarab o'tiranmagan Bahubali bir mollaga yetib qechib qutuldi. "Meningga qara, xonboz! Yana xonboz! Xonboz! Xonboz!" Qoni ko'rib baxmagan bu Hindistonliklar to'pchanglikda xonboz o'ynaydi. Darg'azabga kelgan Bahubali qo'liga chiqqan narsani elib, qariq olvastini yaman urib etdi, yaman urib etdi. Bahubali shamshirni shundoq to'g'irlab, dushmanning kallasini olay deb turishiga insonlar tarixidagi tunji changrintu voqeasi yuz berdi. Dushmanni o'ltirib, o'ngishli qoldi podshoh bo'lgan bo'ldim deb xomxiyol surgan Baladiva o'ylamagan yerdan song'un bo'lib qoladi. Asli Baladivani podshoh qilsam bo'ladi. Lekin Bahubalining chechi bakrak budirga. Shunga Bahubali podshoh bo'lsin. Mana chivin po'q yeyman desa, bahonasi qanmidi degan mushida. Bu gapni anglagan Shivo hayron bo'ldi. Bunda qaysar Bahubalini zodi kim o'ldirib etdi? Men. Shuning bilan Bahubalining hikoyasi oyoqlashdi. Em so'ramanglar, rosa oyoqlashdi. Buda qismi chiqmaydi. Boshqa kinoni so'zlaymiz.